Ko'ktoy nur sochganda. Muallif Xonzoda Davron. Dasturxon boshida ilmoqli gaplarning mag'zini faqat hayot chaqolmay o'tirardi. So'ng ota-bola ishga ketishgach, qaynona kelin yolg'iz qolganidan foydalanib, Zilola xonim Hayyoni yoniga chaqirib oldi. Uyda o'tiraverib ayol kishi bo'g'ilib ketadi, qizim. Qayerga borging, dugonalaring bilan uchrashging kelsa bemalol borib kelaver. Mendan umuman so'rashing shart emas. Ogohlantirsang bo'ldi, ammo eringdan so'rashing kerak. Hayyo hozir uydan haydayotgandek his qildi o'zini. Qaynonasi nimaga olib boryapti? Uyda baribir ish qilmaysan, birorta sevimli mashg'uloting bo'lsa kerak, shunchaki birinchi o'zingga e'tibor qaratishing kerak deyapman. Ayol kishi oila qurganida diqqat markaziga doim erini va bolalarini qo'yadi. Bu uning ilk xatosi. U avval o'ziga e'tibor bera olsa, so'ng unga e'tibor qaratadilar. Salonga boramiz. Nima uchun? O'zimizga vaqt ajratib kelamiz. Hayyo yosh qiz bo'la turib, qaynonasichalik o'zini sevmas ekan. Gapini ikki qilmay birga yo'lga tushishdi. O'zining doimiy ayollar saloniga olib bordi. Zilola opa, keldingizmi? Mashalloh, juda go'zal. Ha, Zilola xonim g'ururlanib ketib, shivirladi asta. Uni yanada go'zal qilishing kerak. O'g'limni yonida yal-yal yonib tursan. Baribir hijobda ekan-ku. Hayyo boshqa kursiga joylashib kirish turganida hayratini yashirmadi. Hay o'lmanga siz ham. Erining yonidayam ro'molda yurmaydi-ku. Shunday qiling, muhabbat ila termulsin o'g'lim unga. Shunday deysizmi? Sochlariga xot qilamiz unda. Yashang. Ishga kirishib ketgan stilist ayol ko'p o'tmay maqtab qoldi. O'zi sochlari yaxshi ekan. Shunday sochni nega ro'mol ostiga berkitgansiz, singlim? Ularni tovlanishini qarang. Bu sochlarni turmaklasa bormi? Vah, lekin foydasi yo'q, baribir ro'mol tagiga yana shart tiqasiz. Lobar. Zilola xonim o'z fikridan quvonib ketdi. Unga o'zi qilishi mumkin bo'lgan turmakni o'rgating. Bo'ldi-da, yes qilamiz opajon. Stilist ayol bilan qaynonasi nima demasin bu yog'i qizning quloqlariga kirmadi. Eri uni jalb qila olmaysan deydi. Qaynonasi erta kirgansan degandek qilgandi. Endi o'lganning ustiga tepgandek mana bu ayol ham sochlarini ro'mol tagiga tiqqanlikda aybladi. Hatto hijobga kirganida ham bunchalik ko'p tanqidlar olmagandi. Otasi va akasi ularga aytmay kirib olganiga biroz jahli chiqqani va onasining hali yosh edingda degan gaplarini yodiga oldi. Nahot boshdagi ro'moli shu qadar odamlar uchun oddiy narsadek tuyulsa, bu o'yinchoq emas-ku. Esida ro'mol o'rab ko'chaga chiqqan kunidan oshiqlari 2 barobar ko'paygandi. Avval xuddi ko'rimsiz qiz bo'lgandek his qilib yuborgandi o'shanda. Endi o'tgan ketgan yigit ham qizga og'iz solar, yaxshi maqsadda uyiga odam qo'yardi. Lekin kelib zehirdek yigitga turmushga chiqishi yetti uxlab tushga kirmagandi. U zehirni ham ayblay olmaydi. Yigit shunday muhitda o'sganiga aybdor emas, balki qaynonasi haqdir. Ozgina o'zi ham harakat qilsa, erini ko'nglini ilita olar. Qarang singlim, mana bu yog'ni sizga beraman. Keyingi safar shunga qarab sotib olaverasiz. Birdan qo'liga shisha flakon tutqazilganida o'ziga keldi. Uni har tun sochingizga surasiz. Ro'mol tagida soch soatlab yurib, parvarishga oddiy sochlardan ko'ra ko'proq muhtoj bo'lib qoladi. Buni surgandan so'ng yig'ib tashlamang, yoyib yuring. Iloji bo'lsa kichkina qistirgich bilan nomiga yig'ib qo'ysangiz, asal turadi. Bu qo'shimchasiga yaltiraydi va zo'r hid beradi. Xuddi atrofdagilar atay eringni o'zingga rom ayla degandek, u yerdan chiqqan qo'ziqorinmidiki, ko'ngil ovlash mashg'uloti bilan ovora bo'lsin. Oldindan katta gapirib qo'ygan ekan. Men hech qachon hech kimni ko'nglini ovlamayman derdi. Mayli ular aytgandek bo'la qolsin, keyin erini yaxshilab tavbasiga tayantiradi. Salondan chiqishdan avval stilist aynan uning sochini yuvish mumkin bo'lgan shampunlar va boshqa narsalar ro'yxatini yozib berdi. Aytishicha, uning maslahatlariga amal qilsa, sochlari yana ham jilokor bo'lar ekan. Hozircha ular xohlagandek bo'la qolsin. Kechasi Zilola xonim bir nimani bahona qilib, kelini bilan o'g'lining xonasiga keldi.
Eshigi tagida keliniga maxsus atirni tutqazdi. Bekorga javonimda yotibdi. Senga bergim keldi, ol. Buni har kun kechqurun sepish kerak. Tanani tinchlantiradi. Qutisi yirtilib ketgani uchun tashlab yuborganman. Qaynonasiga tashakkur bildirib, xonasiga kirib ketmoqchi edi. To'xtatib qoldi. Xonada ham ro'molda yurasanmi? Yo'q. Unda bu nima? Qizning boshida shunchaki orqasiga qilib o'rab olgan shoyi ro'moli bor edi. Ro'mol? Zilola xonim ensa qotirishdan zo'rg'a o'zini tiydi. Shartta kelinning sochidan ro'molini yechib olib, sochini chiroyli qilib to'g'irlab qo'ydi. Bu ketishli o'g'li qachon keliniga qaraydi? Bu qiz xonada ham ro'molda yuraversa, yillar kutadimi? Ertasi kuni kelinini bozorga olib boshqacha ko'ylaklar olib bermoqchi bo'ldi. Albatta buni ham yashirin tarzda qiladi. Senga aytildi, sochingga anavini surtgandan so'ng hech nima taqma deb. Sendan shirin hid kelyapti. Oh, qizim. Xayoni majburlab xonasiga kiritib yubordi. Bu yoshlarga turtki bermasa, bitta xonada begonadek yashayveradi. Avvallari qanday zamonlar edi-ya. Majburlab turmush qurdim, yashay olmayman demasdi. Paqqillatib o'nta tug'ardi, keyin kulimsiradi. Bu narsalar buvisining zamonida qolib ketgan-ku. Hayo ichkariga kirib oynaga qaradi. Yoyilgan sochlari har yonda yaltirab turibdi. Ko'ksi yarim ochiq, uy issiqligi uchun yupqaroq kiyingan. Stolda o'tirgan Zehirga qaradi. U telefonda yordamchisi bilan ishxona ishlarini muhokama qilyapti. Ertaga yillik statistikani ham tayyorlab bersin. Nurlanga ayt. Nimadir bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Oylik statistikada xato borga o'xshaydi. Oyna oldidagi rafiqasiga ko'zi tushib, telefonda gaplashayotgani bir zum yodidan ko'tarildi. Ha, keyin yil oxirlab qoldi. Hisobotni ham bersin. Bobojonov bilan tuziladigan shartnomamiz keyingi yilga qolishini istamayman. Hayo har kuni ayni kechasi ko'z o'ngida boshqacha gavdalanadi. Chunki ertalablarga o'xshab har yerini ko'zdan berkitmaydi. Qulog'ida telefon, ishchisi berilib nimasinidir tushuntirar, qolgani unga qiziq emasdi. Yorqin sochlari nozik belidan-da o'tib tushgan qaliligi bir balg'am kelardi. Yuzi esa yoyilgan sochlarning orasida jimitdek ko'rinadi. Qandaydir maftunkor. Tizzasiga yetib bormaydigan uzunlikdagi ko'ylagidan oyoqlari ko'zga tashlanib turar, harir libosidan borligini isbotlaydigan ko'krak o'lchami aniq bilinardi. Chakki emas. Boshlanishiga albatta. Taassurotlar o'rin almasha boshladi-yu, Zehir baribir shoshilmadi. Telefonda gaplashib olish uchun sekingina boshqa xonaga chiqib ketdi. 8-bob. O'zing kabi bo'l. Dekabr. Salsabilda dekabr qor bilan keldi. Shaharga nisbatan ikki tog'lar orasi oppoq qorlarga va sovuqqa burkandi hamda odamlarni yangi yil shukuhi egallab oldi. Salsabilda yangi yil katta nishonlanishi urf-odati bor. Yangi yilga hali roppa-rosa bir oy borligida Zehirning ota-onasi turkiyalik do'stlari mehmonga chaqirgani uchun taklifnoma orqali turmush qurganiga bir oydan oshgan yoshlarni yolg'iz tashlab ketishdi. Ketar oldi Zilola xonim keliniga va o'g'liga ko'z quloq bo'lishini, uyda har bir eshitgan gapini, bo'lgan ishlarini telefon orqali yetkazib turishni Fotimaga vazifa qilib ketdi. Bir oy bo'lsa hamki hali o'g'li va kelinini birlashtira olmagani ko'nglini xijil qilar, shuning uchun yoshlarni o'z holiga tashlab turishni lozim ko'rdi. U o'zi katta qilgan o'g'lini yaxshi biladi. Uni majburlashgan ishni qasdma-qasdiga butkul bajarmaydi. Balki yana yolg'iz qolishsa, yaxshilikkadir dedi-yu, jamadonlarni taxlab Turkiyaga uchib ketishdi. Qizim, seni qizim dedim va meni diqqat bilan eshit. Oila qurish erkak kishiga, uni saqlab qolish ayol kishiga bog'liq. Bu ikkisidagi birinchi qadam muhim. Men o'g'limning tushunarsiz fe'l-atvori uchun sendan uzr so'rayman. Afsusdaman, u chindan ham og'ir inson. Ammo sizlarni 20 kunga yolg'iz qoldirdik. Sendan biror katta qadam kutmayman. Faqat iltimos, o'zing kabi bo'l. Albatta hammasi yaxshi bo'ladi. Zehir juda ham mag'rur, osmon qadar yopiq va qattiq fe'l-atvor egasi. Uning asliyatiga hech kim toqat qila olmaydi. Ammo ishontirib ayta olamanki, yuragini zabt etgan inson bir umr o'sha yerda qoladi va bu uchun afsuslanmaydi. Mehr bilan onang Zilola. Fotima uy xonimi ketgach,
iltimosga ko'ra bir parcha xatni xayoga tutqazdi. Unda yozilgan yurakka teguvchi gaplarni o'qigach, juda ko'p o'ylandi. Kimnidir majburlab sevdirib bo'lmaydi. Nima uchun qaynonasi shuni tushunishni istamaydi? Zehir uni istamaydi. Istamaydi, qanday majburlasin? Qanday o'ziga qaratsin? Xohishi yo'q odamni qaynonasining rejalari orqali hirsini uyg'otish mumkin, ammo qalbini egallay olmaydi. Balki bitta maslahatiga amal qilar, o'zi kabi bo'ladi. O'ziga sodiq qoladi. Zehir yo ko'nadi, yo boshqa variantni bilmaydi. U avval qanday qiz edi? Yodiga olsin, quyosh edi, hislarga beriluvchan edi. U yopiq emasdi. O'zini nazoratga solishsa bas qilib, o'zini bo'sh qo'ysin endi. Sochini istagandek yoyib oldi, cheklamadi o'zini. Egniga uyda kiyiladigan yengil kiyimini yildi. Zero qaynotasi endi uyda emas. Fotimadan uyni qanday qilib qo'shiqqa to'ldirish mumkinligini so'radi. Yerto'lada katta magnitofon borligini ma'lum qilib, 2 kishilashib olib chiqishdi. Uni uyning kiraverishdagi qoq markazga qo'yishdi. Hayo shartta qo'shiq tanlash bilan ovora bo'ldi. Nima qilmoqchisiz Gulhayo? O'zimni erkin qo'ymoqchiman, xuddi avvalgidek. Ro'molga kirganimda munosib bo'lay deb o'zimga juda cheklovlar qo'yib tashlagan ekanman. Shulardan bir ikkitasini to'g'irlamoqchiman. Men bilan raqsga tushasizmi? Menmi? Yo'g'a, ikkimiz ham mayib-payib bo'lmaylik tag'in. Zal bo'ylab sokin qo'shiq yangradi. Ohangidan vals qo'shig'iga o'xshardi. Valsga erkak va ayol tushadi chamamda, dedi endigina uyiga tashrif buyurgan Zehir ularning oxirgi suhbatini eshitib. Shunday ekan, Fotima opani uyaltirmaymiz, balki men bilan tusharsan. Hayo kutilmagan taklifdan kalovlandi. Mana yana uning yana bir xatosi yoki oilasining xatosi edimi? Yoshligida juda qattiq qo'llik bilan tarbiya qilingandi. Yigitlar bilan ko'rish, gaplashish, shunga o'xshash gaplar chiqishi bu isnot edi ular uchun. Nafaqat ularning oilasida, butun salsabil qizlarida. Hayo ham hayotda bo'lishi nari tursin, erkak bilan qanday munosabatda bo'lish kerakligini xayolida tasavvur qila olmasdi. Onasi ham uni bunga tayyorlamagan va natijada u o'zini erkin qo'ya olmaydigan bo'lib ulg'aygandi. Yo'q, uning o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lganidan darak bermasdi bu. U o'zini eng yaxshilarga munosib ko'rgan. Faqat yigit kishi bilan o'zini qanday tutish kerakligini bilmasdi. Zehir undan javob kutib o'tirmay, sukunatini rozilik alomati deb bilib, belidan qo'lini o'tkazdi. Ikkisi bir-biriga o'rganaman yaqinligida birlashdi. Hatto yigit ham o'zini biroz noqulaylik orasida his qildi. Fotima ular raqsga tushishga qaror qilishgan ondayoq sezdirmay yolg'iz tashlab chiqib ketgandi. Amerikada har kursni bitirganimizda katta bayram bo'lardi. Bahor vals kuylarida shunda biz o'zimizga juft tanlab raqsga tushardik. Men 4 yilim davomida faqat bir marta raqsga tushganman. Nima uchun? O'zimga yaxshi sherik topa olmagandim va nazarimda hozir topgandekman. Buni dil izhori deb qabul qilish mumkinmi? Nahot Zehirdek diydasi qattiq yigitni eritishning iloji bor. Xafa bo'lmasang bir gap aytaman. Uy kiyimida chiroyli ko'rinasan. Qizning nafasi tiqilib qoldi. Hatto yigitning ko'ziga tik qarolmay nigohini olib qochdi. Ha, yana sochlaring yoyilgan holati yoqadi menga ko'proq. Bunday baxtga faqat siz haqlisiz. Boshqa hech kimga mumkin emas. Hatto menga teginishga ham, qarashga ham. Yigitning harakatlari biroz sekinlashib, qizning so'zlarini miyasida tahlil qilib chiqdi. Bu degani haqiqiy ayol faqat eriga tegishli bo'ladi degan edimi? Yo o'tmishimda ham, hozirimda ham, kelajagimizda ham faqat bir inson bo'ladi deganimidi? Qizning yuziga sinchiklanib nazar tashladi. Hayo o'zicha yarasha go'zal edi. Ayniqsa sochlari kichkina, yuzi uzra yoyilib, yelkasidan oshib turganida yanada jozibali ko'rinardi. Beixtiyor yigitning nigohi uning yarim ochiq labiga tushdi. Nimpushti labi uni o'ziga bog'ladi va allaqayerdan qizni o'pish istagi paydo bo'ldi. Birgina bo'sa va ikkisining o'rtasidagi barcha chegaralar buzildi. U shunga tayyormi? Taniganiga endi 2 oycha bo'lgan qizni ongi va qalbi bilan o'ziniki deb tan olishga rozimi? Nega mag'rurligini shunchaki chetga surib qo'ya olmaydi?
otasiga qasdma-qasd qilib qancha kishini azoblamoqchi. Uning harakatlarini payqagan Hayo nafas olishdan butunlay to'xtadi. Bir necha santimetr masofani birinchi kim buzadi? Erimi yoki o'zi? Ikkisi bir-birining ko'zlariga uzluksiz tikildi. Qo'shiq tugab, boshqasi boshlanganini sezmasdi, allaqachon harakatdan to'xtab yigit. Seni o'pishni xohlardim. Nima to'sqinlik qilyapti? Hech nima. Birinchi tushunarsiz hislar ikkisini ham chulg'ab oldi. Boshida nomiga olingan bo'lsa, bir-biriga javob qaytarishga ulandi. Balki chindan ham erkak kishi bilan o'zini qanday tutishni bilmasdi. Hayo. U hatto qanday o'pish kerakligini bilmaydi. Ammo hozir unga buning nima qizig'i bor? Zehrning o'zi o'rgatib oladi, unga butunlay ishonadi va ko'zlarini oxirgacha yumdi. Hayajonli onlarni birgina eshik taqallashi buzdi-yu, ikkisi bir-biridan uzoqlashdi. Eshik tagida turgan Fotima qilar ishdan so'ng noto'g'ri vaqtda kelganiga pushaymon yeb dedi. Tushlik tayyor demoqchi edim. Zehr bosh irg'ab, o'ng qo'li ko'ksining chap tarafida turgan qizga boqdi. U hayajondanmi, dukkilab urayotgan yuragini to'xtata olmayotgandi. Tushlik quloq yorgudek sukunatda o'tdi. Biroz avval bir-biridan bo'sa olmagandek ovqatlanishdi, balki munosabatlarni hal qilib olishni keyinga qoldirar. Zehrning xayollari butkul tarqoq. U umuman boshqa joylarda yurardi. Yaqin o'tmishdagi voqeani aynan Hayo bilan bog'lashga harakat qilar, natija esa bitta edi. Faqatgina ongi uni aldamayotgan bo'lsin. Unga illyuziyalar kerak emas, u bunga toqat qila olmaydi. Hali chet elda grant yutmasdan avval yoz chog'lari edi. Har yili salsabilda yozning qoq o'rtasi va jazirama kunlarida suv bazmi bo'lardi. Bunga ko'ra ayni o'sha bir kunni hamma bir-biriga suv sepadi, odamlar yig'ilib yozning issig'ini o'zini muzdek suvlarga tashlab nishonlashadi. Imtihon javoblaridan talvasa bo'lgan yigitni chalg'itish uchun onasi bayramga olib chiqdi. Kattalar bir tomon stol atrofida o'tirar, buloq boshida esa yoshlar bir tomon bo'lib bir-biriga suv separdi. Katta toshning ustida o'tirgan yigit xayollari bilan andormon bo'lib, shu yerlik do'stining qistovlariga parvo qilmadi. Dardi o'qishda bo'lgan sherigini bezovta qilishni istamagan Ramziddin yoshlarga qo'shilib ketdi. Nogohon Zehrning ko'zi bir chetda barchadan ajralib kimgadir qo'l harakatlari bilan biror muhim narsani tushuntirayotgan qizga ko'zi tushdi. U ham boshqalar kabi boshdan oyoq shalabbo bo'lib, namiqqan o'rtacha uzun sochlari dona-dona bo'lib, yuziga va badaniga yopishib qolgandi. U bunga-da parvo qilmasdan olamni to'ldirgudek jilmayib, shodon kulardi. Qizdan ko'zini ancha vaqt uza olmadi. Uzoqda bo'lgani uchun yuzi aniq ko'rinmagan, faqat soyadek xotirasida qolgandi. U o'sha soyani qandaydir sevgandi ham. Osmon rangi kiyimida tomog'idan xuddi shu rangi sharfini o'tkazib olganicha zabt etgandi yuragini. Yosh qizligi bilinardi. Bo'lsa 17-18, ayni yoshlik va go'zallikka to'lgan vaqtda. Qizning yoniga borishga mag'rur yigitning yuragi bo'lmadi. U rad etilishni yomon ko'rardi. Agar qiz shu yerni o'zida yigitdan yuz bo'lib ketsa, g'ururi sinardi. U qo'rqdi. Qo'rquviga quloq solib o'tirganida qiz ko'zdan g'oyib bo'ldi-yu, boshqa paydo bo'lmadi. Shu bilan uni yo'qotib qo'ydi. Ancha vaqt g'ururi bilan olisha Amerikadan javob olib ulgurdi. Uchishdan avval do'stidan o'sha qiz haqida so'ramoqchi bo'ldi-yu, yana boshni egishni istamadi. Uchib ketdi. U yerda turfa madaniyat, turli elat va din vakillarini ko'rdi. Tanishdi, do'st bo'ldi, sevishib ko'rdi. Ammo baribir xayolida namiqqan sochli qiz ketmasdi. U juda olisda edi. Bora-bora yuz chehrasi butunlay xotirasidan o'chdi, uning faqat tuzilishi qolgandi. O'sha soya tushlarga kirdi, go'yoki faqatgina u yigitga atalganidan darak berardi. Qaytgan birinchi yilidayoq do'sti Ramzdan bir yil avval ko'rgan qizi haqida so'radi. Har qancha ta'riflamasin, har qancha ifodalamasin, chehrasini eslay olmayotgan yigitga bu pand berdi. Ko'k kiyimda edi. Bir chekkiga chiqib kulib turgandi Ramzdan. U kuni hamma qizlar ko'k ko'ylak kiyadi Zehr. Qayerdan eslay, ismini ham bilib olmagan ekansan.